Qizlar, men to'g'risi Muhabbat Collection'ni oldindan yaxshi ko'raman, oldindan kuzatganman. Har doim menga har xil narsalar beraveradilar. Har doim sizlarga ko'rsatishga ulgurmay qolaman. Bu aslida qizlarga kerak bo'ladigan narsalar, точнее, женский narsalar sotadilar. Lekin bolalar ham ko'rib, bemalol ayolinglarga, singillarga, oyinglarga olib beradigan narsalar bor. Men bu ko'ynakni ko'rasizlarmi? Bo'ldi, men shunda yuraman endi ofisda ham. Xullas, bizga kelgan narsalar. Bu sayohatga chiqqanimda kisichkalarimiz sop olib yurishim uchun, bu bo'lsa sponjiklarimiz sop olib yurishim uchun silikonoviy va idealniy kачествоsi rostdan top qizlar. Bu bo'lsa yangicha kosmetichka. Качество top. Hamma narsalarni отдельно solib, keyin mana orqasida osadigan joy bor. Bilasizlar, mehmonxonalarda bunda osib qo'yasizlar. Xuddi shunaqa osib bemalol ishlatsanglar bo'lar ekan. Yoqtirib zakaz qilgan narsam shu. Sumочка. Kompaktliligini qaranglar. Wow! Ichi keng. Ay! Bu sumkaga rostdan kasal bo'ldim, chunki вообще kompaktni, kачествоsi вообще zo'r. Rangi shunaqangi приятный bejевый, prям yoqadigan bejевый, ishoninglar. Eng yaxshi ko'rgan sumkalarim qatorida masalan.